Navbatdagi bemorimiz bizga bel sohasidagi og'riq, ko'ngil aynishi, qayt qilishi, siydik yo'llarda to'silish, siyganda achish bilan murojaat qilyapti. Bemorimizni dastlabki ko'rigi ultratovush apparatida ko'rganimizda, demak, buyrakda haqiqatdan ham ikkinchi darajada gidronefroz borligi ko'rildi. Mana rasmga e'tibor qiladigan bo'lsak, buyraklar va siydik yo'llari, siydik qopchasi bu yerda ko'rsatilgan. Bemorimizda xuddi shu rasmdagi singari siydik nayining yuqori 3dan 1 qismida tosh borligi, tosh tiqilib qolganligi ko'rildi. Endi bunga qanday davo qilinadi? Bunday holatda dori-darmonlar bilan muolaja qilish effektsiz bo'ladi, foydasiz bo'ladi. Sababi toshning kattaligi va qattiqligi siydik yo'lining torligi evaziga tosh bu yerdan qilingan muolajalar bilan siydik yo'liga yurmaydi. Hozirgi bemorimizda operativ taktikamiz, demak, buyrak orqali mini perkutan